Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının söhbət proqramısına hamınızlar xoş gəlibsizlər. Əziz qərindaşlar, mən Riyasətçi İftixar Abdurşid. Bugün Şvetsariyanın Cenve şəhərinin BDT'da naq meydan söhbət ötküzətmiz. Xoş, Dolqun Aysa əfəndim, bugünkü ötküzülgən yığın haqqında qısqaça bir məlumat bergan bolsanız, rəhmət. Rəhmət. Hazır sizin köygəndək Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının içində Xalqara Keçirim Qilish Təşkilatı, İnsan Haklarını Küsüş Teşkilatı, Xalqara İnsan Hakları Merkezi ve Dünya Uğur Qurultayı ibaret 4 teşkilat birlikte bir yığın ötkəzdik. Bu yığındaki tema yakında Birleşmiş Devletler Teşkilatı Ali Komiseri, Kişilik Hukuk Ali Komiseri Michel Bachel'in dokulatının ilan kılınışı münasebetiyle bir müzakere yığını oldu. Bunun da kamp şahitimiz Kalbinur, Xalqara Keçirim Qilish Təşkilatının xadimləri, anın deyinkin İnsan Haklarını Küsüş Təşkilatının xadimləri və şundaqla yəni 6 ay mühim bolğunu bununla Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının 2 alaylı raportları. Birisi şu ötkəndə Uyğurlar haqqında mecbur əmgə, qul əmgə haqqında məxsus dokulat çıxarğan mütəxəssis alaylı raportlar. Yəni birisi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının asallıq milletler meselesine alardı raporları. Bu iki raporlar katlaştı. Bunun ben söz kıldım, Zümrət dayı söz kıldı, Kalbinur hanım söz kıldı. Kılıp nəhayət əhəmiyyətli bir yığın oldu. Biz bu yığın haqqında bu Birleşmiş Devletler Teşkilatı Ali Komiserliğinin ilan kılan dokulatının Uygurlarının bugün Şərqi Türkistan'da 101 batkan erkek kırgınçılığını yeterlilik derecede otur koyanmağallığını, nəhayət aciz bir dokulat boğallığını, bu çünkü hazırcı otur koygan nurgulluğan paketler, nurgulluğan delille Şərqi Türkistan'da bir erkek kırgınçılığının 101 batkanlığı hakkında plattek paketler boğan bolsunmu, ama bu dokulatda her xil sebepler bilen bulanın yer almağallığın ama şunda bolsunmu, bu dokulatının bugün nurgulluğan süküsü tuğan devletlerini, teşkilatlarını, insanlarını hareket ötküzüş, Xitayının yalqancılığını paş qilish, çünkü dokulatda insaniyet karşı bir cinayet sözlerini işletken boğaşqa, bu noktada mühimliğini, şunun için bu devirde hem de artık sükut turvatkan devletlerin uykusuna çikirekligini, Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın Uygurlar hakkında məxsus kararlarını kabul kılışkan vaxtın ketip eşip ketkenliklerini, bu şu yığın katlaşkan bütün devletlerinin, nurgulagan devletlerinin elçikallarının, xadimleri, diplomatları geldi, nurgun xalqara teşkilatlarının rehberleri geldi. Bularını ifade kılış imkaniyetimiz oldu. Sizga köpten köp rahmet. Əmdi Zümrət xanım yığın jarayonida nurgulagan devletler kirib bizninki yığınımız qatnaşıp bizni tınışıdı, bizni anladı. Hem de bu devletlerninki ötken kıtımda Xitayını qollagan ve Uygurlarını qollagan devletlerninkiga sanığı təsir etküzüş ihtimal barmı? Bunun da Uygurlarga bo'lgan ijobiy ta'sirlar qandaq ve muşaqti bir cevap bergan bolsanız sizga köpten köp rahmet. Albatta ta'sir bor deb o'ylayman, chunki bugun shu faoliyatga qatnashgan davlatlar 40 davlatlar kelib qatnashdi. Bu davlatlar faqat sharqdagi davlatlar emas, masalan Burkina Faso, Paraguay, yana Qatar, Turkiya, shu yangi davlatlarmi kelib qatnashdi. Chunki bu davlatlar masalan nechining yog'i Xitoyni qo'llab kelayotgan davlatlarimiz bir sanada. Lekin bugun bularning kelishi Əmdi bulamı bizden tərəfimizdəki nimələri anlab beqişi. Çünki əmdi Ali Komiserinin niməsindən rapor çıxdı. O rapor əmdi o rapor qarşı duramaydı. Çünki bu rapor bir independent özü çıxarğan bu BDT-nin çıxarğan raporsuğa əmdi başqa dövlətlərmi bunun qarşı duramaydı. Şuna bugün kelib o dövlətlərin qatnışıb üçün əhəmiyyəti var. Həm bugün məsələn Xitay sözüldü, BDT-nin içində Xitay sözləyən çağda muşu burun 60'dak dövlət Xitayını qollab nimisiga qo'l qo'yatdi. Ammo bugungi nimisida 30 davlat qo'l qo'yibdi. Buning ichida nurg'unlagan burun qo'l qo'ygan davlatlar yo'qolib ketibdi. Masalan Qatar bugun bizning nimamiz faoliyatimizga keldi. Ham bu davlatdan boshqa masalan Amerika, Yevropa Birligi, Germaniya degan cho'ng davlatlarmi kelib angladi va savollarni so'rab qizg'in qatnashdi. Shunga bu ahamiyati bor deyman, chunki aldığımız günlerde yana bir resolutionlar BDT'de çıkıp kalsa bu devletlerin qo'llashi bizga biz ularning qo'llashiga ehtiyoj. Köpten köp rahmet. Xoş, Kalbinur xanım, bugünkü yığınga qatnaşıp özünüzdeki lagerda ötken sezgüreşlerinizni to'liq bir aytib, bütün dunyoga jakarlagan bo'ldingiz yana bir qatam. Hamda sizningki bugünkü bu yığın qatnaşıp guvohlik ve şahitlik qilishdagi
sizningki qandaq hissiyatda bo'ldingiz, shuni bir qisqacha to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Buldu bugun shu munosabat bilan biz oldi bilan shu birlashgan tashkilotida shunday bir cho'ng yig'in faoliyatining bo'lganligidan shunchalik suyundik. Bu jarayonda ham shu Başçet xonimninki shu Uyg'urlar haqidagi shu dokladni e'lon qilganligiga rahmat aytib, ham buning yetarli bo'lmaganligi, undan keyin texmi butun dunyoning va xalqaroning shu kamp lagerdan sirt yana hozir yaqin yuz berayotgan shu korona vabo kasali bilan butun Uyg'ur xalqimizni uylarga solab, shu dahshatli qirg'inchilik qilayotganligini yana bularga so'zlatdik, buni anglatdik. Bu jarayonda 40 dan ortiq davlat, 160 dan ortiq asosli vakillar, hukumat xodimlari qatnashdi. Bunun için yana Xitoy vakillarimiz bor, ularmi shu o'zlarining so'zlarini qilib, bizningki so'zlagan so'zlarimiz guvohnomamiz yolg'on chiqarmoqchi bo'ldi. Buningda oldi bilan bizning dunyo qurultiyining raisi Dolqun Ayso apandim nihoyat kuchlik ularga ham qaqshatqush yaxshi javoblarni berdi. Uningdan keyin men o'zimning isbotlarim bilan bu Xitoylarningki so'zlayotganlarini, ularning yolg'onligini bunu dalillab so'zildik. Bu menimcha intayin ahamiyatga ega, nihoyat g'oyat zo'r bir yaxshi yig'in bo'ldi, yaxshi faoliyat bo'ldi. Bu ham xalqimizga manfaatli bo'lib belgisi. Men hozir yana shu biz shu yig'in maydoniga chiqayotgan bir qisqa bir misolni yana degim kelyapti. Butun muhojirat Uyg'ur xalqimizga shu yig'in maydonida ikkinchi qatorda o'tirgan bir Xitoy vakili nihoyat g'azab bilan so'zlab bizning guvohligimizni yog'onligini chiqargan. Biz chiqsak ishkini oldida bu Xitoy o'tiribdi, shu butun kompyuterli mashg'ulot olib berib, mana bizning qurultoy raisimiz Dolqun Ayso apandim darhol o'zininki shu kartasini berib, uningga rahmat sana, bugun nihoyat yaxshi qizg'in suhbatlashdik. Lekin sen shu nimalarni nerdan olding? Demak bizning so'zlarimiz bir haqiqat deb o'zining telefonini chiqarib, sen mana mening vatandagi adamga bir telefon qilib qo'ygandak bo'lsa, yog'on bo'lsa deb telefon qilg'izdi. Bu telefon elinmedi deb nurg'un suhbat bo'lib, demak bu yerda men Xitoyniki ajallik adamini berdi. Bu menga qattiq ta'sir qildi. Ko'pchilik rahmat. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Uyg'ur millati uchun nihoyat ko'p jafolarni tortyapsizlar. Buningdan shaxsan men o'zim intan xursand bo'ldim, mamnun bo'ldim. Buningdan keyingi xizmatinglarga utuq tilash bilan birga oxirida xalqimizga, millatimizga deydigan ko'ngil so'zingiz bormi, Dolqun Ayso apandim? Rahmat. Bugün bu yığında yana Qalbinur Xanım deb o'tgandagidek hozir chunki bu Sharq Turkistondagi qirg'inchilik yillardan 6 yilning yaqin, en azından 6 yilning yaqin erkek qirg'inchilik bo'ladi. Qalbinur Xanım bugün u yerda o'zining boshidan ko'rgan, o'zi ko'zi bilan ko'rgan, boshini o'tkazgan kechirim ishlarida nurg'unlagan diplomatlarning ki ta'sirlik bir ta'sirlanishga sabab bo'ldi bu yerda. Nurg'unlagan insonlar sirqi chiqqandan keyin yig'inning vaqtini cheklanmadikda, undan keyin bizlardan kartini so'rab bizga istajlik qilganliklarini bildirdi. Endi bu yerda irqiy qirg'inchilik yillar bo'yi davom etdi. Ammo u yerda video yo'q kamplardan. O'ltirilayotgan, qirilayotgan, ochlikdan o'layotgan, har xil jinsiy zo'ravonlik tarafidan o'zini o'ltirib olgan va yoki jinsiy zo'ravonlikning ta'siridan o'lib ketgan. Shularning bir qismini bugun dedi, bu narsaning videosi yo'q. Bularning hech qanday nimasi yo'q. Faqat kamp shohidlarining hozirgi degan eg'zogi bayonlar va bularning yerda rasm tortadigan imkoniyati yo'qdi. Uni qilish imkoniyati Xitoy zaten bütün. Ammo hozir bu karantin sababidan G'uljida, Sharq Turkistonning boshqa yerlarida bu uzuqlik yetishmaslikdan, doktorlarga bağlanmaslikdan uşaq bolalarning o'lib ketayotganlik masalasini bugun kun tartibga keldik. Demak, sizlar buningda sizlarga yetarli darajada mana bir kamp shohidimiz bu yerda masalani o'tirib qo'ydi. Ammo bu o'layotgan hodisalar 6 yillik davom qiladi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hozirgi sukutda, dunyo davlatlari sukutda bu masalaga kelgan vaqtimizda hatto bir qatim qarormi ilmi deb biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotining majburiyatlarini xotirlatdik, talablarimizni o'tirib qo'ydik va konkretni shaklda qilib mana shu irqiy qirg'inchilikning partiyasi bugun G'uljidan va Sharq Turkistonning boshqa yerlaridan chiqqan videolar bilan shuning tipik misoli bo'lganligini ko'rsatildik. Erkin Osiyo radio stansiyasining tungi xabarini biz ham naql qildik, chunki shuning chidamay ko'chiga chiqib ketgan insonlarning va yoki xabarlarni tarqatgan, video tarqatgan 600 necha odamni qo'lga olgan. Dedik, mushundaq bir reallikda yashayapmiz bugun deb bu fursatda biz bugun ochlik bilan kurash qilayotgan karantin tadbirlarida mushu karantin ya'ni nol tolerans degan, nol marhamat deb Xi Jinpingning buyrug'i bilan xalqimizni o'limga hukm qilayotgan, o'limga zo'rlayotgan, bugun yuz berayotgan bu qiyinchiliklarni bu yerga o'tirib atdik. Demak, her zaman sakit duruşumuz gerek. Çünkü videolarım çıksa, videonu körsek, bizden xalqimiz bunun uyg'unib, hayajonlanib ketib, ama bu qirg'inchilik
Yalnız bu Covid vesilesi bomba diye 6 yılını kapatıdı. Şunu bütün hazır halkımızdan muşu oygandığındaki vaziyet her zaman tirk duruş gerek. Çünkü bu erki kırgınçılık ahırlaşmayı durup halkımız erkin azat, özgü özü iyi bulduğun müstemliketin hali, özümüzün bayrağının asası yaşayalaydıgan bir millet bulmayı durup, bu erki kırgınçılık ahırlaşmayı durup, bu kul emgiği ahırlaşmayı durup, kamplardaki 3 milyon 4 milyon insanımız azatlık erişmeyi durup, biz kutlanmayız. Bu zulüm tügümeydi. Şunun için uxlab qalmasligimiz gerek. Bütün halkımız uygaq duruşumuz gerek. Teşkilatlarımız çıkargan namayış uqtirishleri, faaliyet uqtirishleri, her xil seferberliklerge bütün vücudu bilen iştirak qilish gerek. Bana sebep gösterme. Şu arkalık ajda qılalğan vaqtimizde bu qırgınçılıqni to'xtalaymiz. Rahmet. Siz köpten-köp rahmet. Aziz ko'rmanlarimiz, yuqorida sizlarga bugun BDT'da o'tkazilgan yig'in haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Oxirsida keng qitimliq sonimizda ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.